Assalomu alaykum do'stlar. Bugun men sizlar bilan armatura narxlari bilan tanishtirib o'taman. Bunda boshladik. Bu 12 Namangan chusimiz, bu hadovoy bo'lyapti. Hozir men yaxshi ketayotganlari Namangan chus bo'lyapti hozircha. 12ligimizni 8000 so'mdan qilib beramiz. Hop. Ba'da 14 Farg'onamiz bor. 14 Farg'onamizni 10000 so'mdan qilib beryapmiz. Bularda ham sifati zo'r. Hop, 12 Farg'onamiz, buni 7000 so'm. 10lik Namangan chusimiz 5800 so'mdan narxi. Hop, Namangan chus 16lik 14200 so'mdan narxlari. Mana keyin 16 Farg'onamiz bor, 13000 so'mdan narxi. Bitta Begavot 16miz bor. 14 12si kelmayapti-yu, 16sidan bor lekin. Buni 16,5 mingdan qilib beryapmiz narxlarini. Nima kerak bo'lsa hozircha bor. 18 Namangan chusimiz bor. Buni narxi 18000 so'mdan. 20, 22, 25 gacha bor. Kelaverasizlar. Kimga zarur bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Karkas to'qigani 5,5 5lik armaturachalarimiz bor. Uzunligi 6 metr. Narxi 1800 so'mdan. Karkas to'qigani armatura bilan kerak bo'ladi. Keyin tayyor bukilgan o'sha 3 burchak holatda, 4 burchak holatda bukilgan 3 burchaklikda 15 ga 15, 20 ga 20 3 burchaklaridan bor, 4 burchaklardan 30 ga 30, 30 ga 20, 25 ga 25, 20 ga 20 hammasidan bor. Ba'da 20 ga 23 burchagimiz. Zarur bo'lsa bulardan ham bor. Bu simlarimizdan ham bor, zarur simlar. Zarur bo'lsa. Keyin profil, turba zarur bo'lsa hamma nimalardan bor, mahsulotlardan. Mana 57, 76, 89, 100, 219 gacha turbalarimiz ham bor. Profillar. Keyin konteyner mahsulotlarimiz ham bor mana. Hamma turidan bor. Bukilgan listdan bukilgan 4 ga 4, 6 ga 4. Layalar, ugonlarimiz, 10 ga 5lar bor. Keyin kerak bo'layotdi hozir ko'pchiligiga mana zabor setkalarimiz. 2 ga 2,5. 2 xili bor. Xullas 3 stenkaligi bor, 130 mingdan olib beryapmiz. 4 stenkaligini 180 ming. Konteyner palasalardan ham bor.